Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa mana keyingi MDF zakazlarimizni ham tayyorlab oldik. O'sha ajoyib rangdagi, ajoyib fasondagi eshigimiz bor deganda MDFda mana o'sha rangdagi zakazlarimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Hozir sizlarga buni qalinliklari, narxlari, zapchaslari, xudo xolasa hammasini tushuntirib boramiz. Bu boshqacha rangdagi eshiklarimizni ham hozir sizlarga farq va ma'lumotlarni berib boramiz. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsak, eshigimiz eni 90, bo'yiga 2.35. Chiqindiligimiz eni 1.20 ga, bo'yi 2.35. Karshmi svetdagimiz razmeri eni 1.10 ga, bo'yi 2.27 qilingan. Eshiklarda zamogini ichkariga ochiladigan qilib moslab berganmiz, o'zimiz o'lchaganmiz. Eshiklarimiz bir qanotlik, skromniy fasonda qilingan. Zamoglarni ham liniyasini, gulini tagiga to'lib, bir xil chiroyli qilib moslab berdik. Ikki qanotligimiz mehmonxonaga bo'lgani uchun oynali qilib chiroyli fasonda qilib berdik. Xo'p, bularimizni qalinligiga keladigan bo'lsak, MDFlarimizni qalinligi 0.8. Qalin 0.8 MDF, nalishlari ham o'rnli bo'lgan. Xo'p, yana bir baquvvat joyi korobkasi. Yog'ochdan eniga 10 sm, qalinligi 4.5 sm. MDFimiz o'zi 0.8 MDFdan, qalinligi presslangan holatda 4.6 sm ga tayyor bo'ladi. Xo'p, bularimizni osha-moshalari har bitta bir qanotimizga 4 tadan osha-mosh qo'yilgan. 3 bir qanotimiz o'ziga 12 ta osha-moshak. Zamoylari so'ra yaxshi mehki zamok. Undan tashqari shumkalar qilingan eshigimizga, yonboshiga, tepalariga oynagini ham shumka qilib, mana eshitinglar. Germetika qilib solib berganmiz. Xo'p, ichlarini ham MDF o'zidan afisha qilganmiz. Kraska bo'yab qo'ymasdan, o'zidan MDF o'zidan komplekt qilib chiroyli holatda o'raganmiz. Bularni ham karshmi svetdagilarni ham. Xo'p, bularimiz ham xuddi shu holatda hamma yo'q qilingan. Bularimiz ham aynilari germetika bo'lgan oq gullik. Shu rangdagi eshigimizga oq gul, ya'ni juda chiroyli turadi ekan. Shaxsan meni o'zimga shu rang ham juda yoqdi. Har doimdek chaspadan orqasiga yog'ochda samiraza qatirib, shumcha qilib ustida MDF otamiz. Eshik qattiq ochib yopilganda ham bu narsa chiqib ketmaydi. Tepada regalari ham baquvvat 3 ga to'liq reka qilingan. Bularda ham shumkalari bor. Xo'p, o'ziga yarashadigan qilib, skromniy holatda tepalariga karniz, nalishlariga gul berib, palastalar ochib, chiroyli holatda mana qilganmiz. Shular ham eshikka vid beradi, hasham ko'rk berib, chiroyli bagati bo'lib turadi. Xo'p, endi sizlarga bular yana bir qulaylik tomoni, jivoyini ko'rsatamiz dedik. Xohlasanglar mana shu yerda fasonlari bir xil bo'lgan MDFimiz, lekin rangi 3 xil. Yong'oq svet, Istanbul deydi bu MDFimiz nomini. Korishnevoy svet hozir trend bo'layotgan mokriy rangimiz. Buni ham endi shu ichlari qora kraskaga bo'yalib, ustiga laklar sepiladi. Shunaqa korobka obnalishlari ham bor. Prosta sizlarga jivoy holatda rangini ko'ringlar dedik. To'la orasilar, bularimizni xudo xolasa pullari bir xil. Uchovini ham xohlagan ranglarda to'la orasida yuzlarga, didlarga qarab qilib beramiz. Narxlari bir xil. Shunaqa zakasi bo'lgandan keyin shunaqa vibillar bo'ladi. Razmerilarga xohlagan ranglarni tanlab, chiroyli qilib yasab beramiz. Ikki qanotimiz ham xuddi shunday. Xohlasanglar bu rangda, xohlasanglar korishnevoy svetda, xohlasanglar mokriy svetda fasonlarini bir xil qilib beramiz. Bu boshqa zakaz, hozir zammolarni buni ham qo'yamiz. Prosta sizlarga jivoyni ko'rsatib, tanlagani qo'yib qo'ydik. Ularimiz ham hamma pullari ham, hamma narsalar, korobka qalinlari, oyna hamma yo'g'i bir xil holatda bo'ladi. Uylarda yoki aboylarda o'zinglar didlarga qarab xohlagan ranglar tanlasizlar, inshaalloh kelishilgan holda qilib beramiz. Nomerimiz 99 607 69 00. Telegram, WhatsApp, emaillar bor. Bemalol bog'lanib aloqaga chiqarasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab ob'yomlarda oz ko'pligiga qarab kelishilgan holda dastavka uстановкасының ichida yoki alohida qilib kelishamiz. Endi ozgina narsa bo'lsa uzoq joyga bora olmaymiz. Agar u tarafga yana boshqa zakazimiz bo'lsa, birga qo'shib olib berishimiz mumkin. Endi u yog'ini telefon qilsanglar gaplasha olamiz. Xo'p, endi bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu yerda faqat eshikni o'zi bo'lganligi uchun rom yo'q. Metr kvadrati 850 ming so'mdan bo'ldi. Agar romlaringlar bilan birga qo'shilgan bo'lsa, metr kvadratini 800 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Qalin 0.8 MDFga, osha-mosha, zamok, ustanovka hamma yo'g'i bor. Shuna qilib qilarasizlar. Ranglarini ham tanlarasizlar, ularga ham pul qo'shilmaydi. Endi fasoni o'ta figurali oyna ko'p ketsa, shunga qarab puli sal o'zgarishi mumkin. Agar hammasi shunaqa yopiq holatda bo'lsa, puli sal arzonlashi mumkin, eshik bo'lsa ham.
Endi u yog'ini aloqaga chiqib, telefon qilib bog'lansanglar, hammasini tushuntirib bera olamiz. Yana boshqa ma'lumotlar, boshqa narsalar bo'lsa, telefon qilib bog'lansanglar, u yog'ini tushuntirib boramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha hozir hamma ma'lumotini berib, tushuntirib bordik. Kraskalarni ham mana ko'ringlar, kачестволari tiniq holatda bo'lgan, hammasinikini. Laklarni bir xilda tiniq qilib sepilgan, oqib yoki bir joyga tegib-tegmay qolmagan. Chiroyli ish bo'lgan. Hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar. Bemalol telefon qilib bog'lansa, nomerimiz hamisha yoniq.